Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, barchangizga xayrli kun tilagan holda, albatta bugun Andijon viloyati Andijon mebellar savdo markazidan ushbu turdagi yangi modellarimizni sizlarga yana taqdim etmoqdaman. Ismim Bekzodbek. Xudo xohlasa sizlarga eng so'nggi va eng oxirgi modellarimizni taqdim etib boraman. Xo'p, ushbu ugoloklarimiz ham razmerlari 3,5 ga 2,5 razmerida bo'ladi. Stollarini esa tanlab olsangiz bo'ladi. Har xil turdagi jurnalning stollari bor. Ikkita tumba va komplekt holatida mexanizmli bo'ladi. Mana bu spinkalari hammasi orqaga suriladi. Qo'llari ham mana bu qo'l qo'yadigan joylari ham harakatlanadi. Bularimizni rasvetkalari bor. Mana malochniy desangiz, malochniysdan yoki mana bunaqa oqroq materialda siz oqidan bor va bu yerda esa elita modelimiz ham mavjud. Bular ham mexanizmli bo'ladi. Ikkita tumbasi bilan birgalikda jurnalisi ham bor. Qaysi rangidan xohlasangiz, albatta xudo xohlasa siz yashaydigan shaharga, O'zbekistonni barcha viloyatlariga chiroyli qilib jo'natib beramiz. Xo'p, bularimizni razmerlarini aytib o'tdim. Narxlari esa stoli bilan birgalikda 9 million so'mdan O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol 94 kodi bilan 955 1551 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Va bu yerda esa azizlar o'sha mashhur Winnie modelimiz har xil rasvetkada qator qilib terib qo'yganmiz. Demak, bular bejizga emas bu holatda turgani, chunki sababi bularimiz hozir aksiyada. Ya'ni bularda razmerlarini aytib o'tsam 430 ga 230, karkazlari ya'ni ichki materiallari esa 100% sasna yog'ochida, ya'ni rossiyskiy yog'ochda tayyorlanadi. 3 ta tumba va mana bu stoli bilan birgalikda bularimizni 7,5 milliondan sotar edik. Hozirgi kunda esa bularni arzonlashtirilgan holatda chiroyli qilib sizlarga O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. 6,5 milliondan ushbu rasvetkalardan xohlaganingizni tanlab olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bu ochroq rangini yoki mana bu to'qroq bejviy rangini buyurtma bersangiz ham xudo xohlasa chiroyli qilib chiqarib beramiz. O'zbekistonning barcha viloyatlariga albatta kelishilgan holda dastavkalarimiz pulli bo'ladi. Faqat Andijon shahrining o'ziga dastavkalar bepul bo'ladi. Bularimiz aksiya holatida 1 milliondan narxini tushib berdik. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. 94 kodi bilan 955 1550 raqamlariga murojaat qilsangiz, albatta ushbu raqamlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Boshqa respublikalardan buyurtma bersanglar ham bo'laveradi albatta. Ya'ni qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston viloyatlaridan ham xudo xohlasa kargo orqali jo'natib beramiz va sizlarga yana boshqa modellarimizni namoyish etaman. Va azizlar, shu o'rinda ushbu yevropeyskiy modellarimizni ham sizlarga taqdim etaman. Bularimizni razmerlari 430 ga 240 bo'ladi. Albatta spinkalari mexanizmlik harakatlanadi. Qo'llari ham ko'tarilib tushib shunaqa harakatga keladi. Jurnalisi bilan birgalikda albatta bularni ham sizlarga chiroyli qilib jo'natib beramiz. Bularimizni 11 million so'm sotyapmiz. Xudo xohlasa jurnalist bilan birgalikda sizlarga esa arzonlashtirilgan holatda. Bularni ham sizlarga 1 million tushib beraman. 10 milliondan olinglar. Bemalol murojaat qilsangiz, siz xohlagan rasvetka va ranglarda chiqarib beramiz. Buni bejviy, ya'ni malochniy rangini ham ko'rsatib o'taman. Va mana o'sha boyagi modelimizni bejviy rangidan xohlasangiz seri, xohlasangiz ushbu rangini yoqtirgan bo'lsangiz, albatta bemalol buyurtma bera olasizlar. O'sha 94 kodi bilan 955 1551 raqamlariga aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib sizlarga upakovka holatida jo'natib beramiz. Va shu o'rinda azizlar, ushbu yangi Okean modelimizni ham sizlarga alohida yaqinroqdan tanishtirib o'taman. Ushbu modelimizdan juda ham chiroyli va hozirgi kunda xalqimizni ko'nglidan joy olgan, juda ham tez uylariga kirib borgan trendda desak ham bo'laveradi. Hozirgi tilda aytganda o'sha trendga chiqqan Okean modelimiz. Bularda jurnalning stollarini xohlaganingizni tanlab olsangiz bo'ladi. Ushbu turdagi bejirim, ajoyib jurnalning stollari ham bor. Bularimiz esa
razmerlari 4:10 ga bu yoqqa chiqib kelishi 1:70 bo'ladi. Ya'ni razmeri bu tomondan bu tomongacha 4:10 razmerida bo'ladi va bu yoqqa chiqib kelishi 1:70 razmerida. Hop, bularimizni ham chiroyli qilib upakovka holati O'zbekistonda barcha shaharlarga chiqarib beramiz. Narxlarini esa albatta kelishilgan holatda. Bularimizni narxlari boshida juda qimmat sotildi, sababi rasxoti baland bu narsani. Endilikda esa hozir ko'pchilik xarid qilishi uchun bularni yengilroq qilib chiqaryapmiz. Bemalol buyurtma bera olasizlar azizlar. Va bu yerda esa o'sha mashhur turetskiy modelimiz ham chiqqan azizlar. Bular ham mana bu suyanadigan joylari hammasi suriladi orqaga, mexanizmli bo'ladi va 3 ta tumba, katta stoli bilan birgalikda. Razmeri esa 4:30 ga 2:30, stolining razmeri 2:75 ga 90 bo'ladi. Komplekt holatda bularni ham 12,5 million so'mdan sotar edik azizlar. 12,5 milliondan. Hozirgi kunda esa bularimiz ancha skidkada, ya'ni 11 million 200 ming so'mdan bemalol ushbu aksiya bo'lgan paytda xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta aloqaga chiqsangiz bulardan ham chiroyli qilib uyingizga yetkazib beramiz, xudo xohlasa. Albatta har bitta narsani sifati yaxshi narsani puli ham qimmat bo'ladi. Bor, misol uchun ko'pchilik aytadi kommentlarda ham yoki boshqa qo'ng'iroq qilib ham aytishadi. Sizda qimmat ekan, arzon kerak deydi. Albatta arzonlari ham bor, 4 million, 5 million, 6 millionliklari bor. Hammasi bekorga qimmat bo'lmaydi narxlari yoki bekorga arzon bo'lmaydi. Sifati o'sha puliga yarasha bo'ladi. Shuning uchun kimga ma'qul kelsa, xohlang bunisidan, xohlang yana boshqasidan. Albatta bizda hamma turdagi mebellardan bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Va hurmatli yurtdoshlar, azizlar, mana bu yerda esa yangi modelimiz turetskiy divan kreslo, ya'ni troykamiz. Ushbu troykalarimiz ham Turkiya davlatidan keltirilgan va hozirgi kunda o'zimizda O'zbekistonda Andijon viloyatida ishlab chiqarilmoqda. Buni albatta chiroyliligini qarang. Mana bu orqalari ham mana zamovli bo'ladi. Yechiladigan nimasi bor, xususiyati bor. O'sha troykamizni jurnalist stollari ham neobichniy bo'ladi. Mana bularimiz ham siz xohlagan rangda, siz xohlagan svetlarda albatta chiroyli qilib yetkazib beramiz, tayyorlab bemalol ushbu troykalarimizdan tanlab buyurtma bersangiz ham bo'laveradi. Va buni mana ortki qismlarini ham qarang qanaqa chiroyli qilib ishlangan. Ya'ni buni devorga yopishtirib, orqasini to'sib qo'yishingiz shart emas bularni. Hammasi o'ziga yarasha chiroyli va vid berib turadi. Orqadan ko'rsangiz ham chiroyli turadi. Albatta oldidan ko'rsangiz ham chiroyli ko'rinib turadi. Jurnalist stollar bilan birgalikda bularimiz komplekt holatda. O'zi aslida bular Turkiyadan kirib kelishi juda ham qimmat bo'lgan. Ya'ni bularni $2800 dan olib kelingan. Lekin hozir o'zimizda arzonlashtirilgan holatda, materiallarda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Albatta turetskiy materiallar bo'ladi. Hech qayerda biron narsasini o'zgartirib yoki ekonom qilgan joyimiz yo'q. Juda ham sifati a'lo darajada bo'lgan troykalarimiz. Bemalol bulardan ham murojaat qilsanglar albatta yetkazib beramiz. Xo'p, narxlariga kelsak, bularimiz $2800 emas, aslida biz so'mga aytamiz. Endi buni chunki u yoqdan dollarga sotib olsak ham o'zimizda milliy valyutamiz bor. Albatta o'shaning uchun milliy valyutada ularni hammasini chiroyli qilib chiqarib beramiz. 13 million so'mdan jurnalning stoli bilan birgalikda bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Sizlarga O'zbekistonning barcha shahariga, nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni respublikalar, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga ham chiroyli qilib kargo orqali jo'natib beramiz. Dastavkalar esa kelishilgan holda faqat Andijon viloyatini o'zigagina dastavkalarimiz bepul, qolgan boshqa shaharlarga yoki viloyatlarga dastavkalar kelishilgan holda bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda ushbu mebellarimizni sizlarga taqdim etdim. Bemalol 94 kodi bilan 955 1550 raqamlariga aloqaga chiqib buyurtma bersanglar, albatta chiroyli qilib barcha modellarimizni sizlarga jo'natib beramiz.